bitta. Lalichkami? Yuztalarini qarab. Hello. Akasiga salom qilyapti. Mana qo'ychamiz, qo'shchalari, burunchasi, og'izchasi, voy bu ukachalasi bor ekan buni. O'yinchoqlarini beradimi? Mana shu yerda yaxshi hamma joy chiroyli borlar. O'tda yurishamiz, ko'rsatmalarni yo'qlarim. Ochib qilaman hozir. Ochib qilaman. Qayerda ochib beryapti? Yaxshi. Faqatgina yo'ldosh oldinga joylashgan. Mana qizlarga ko'rsataman, shu ekrandan qilib beraman. Anaqa malika olasizmi? Mana yo'ldosh oldinda kelishi, bu suratda o'sha mana bachidan bo'yni, undan keyin mana bu turgan yo'ldosh oldinda kelib turibdi va bu yerda kichkintoy. Bunaqa holatda ko'pincha qon ketish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun asl bo'ladi. Kuzatib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu qizimiz simbol yosh bolani ko'tarib, uni emizib yuribdilar. Ozgina xud qilib beramiz, xudo xohlasa. Birinchilarni kuzatib bergan. Voy jonim. Siz qonlaringizni ham tegib qo'yapti. Bularni ham xudo xohlasa oxirigacha kuzatib beramiz.